Assalomu alaykum akalar, mana shu ikkita yonma-yon bir xilda tushgan kottejlarimizda ikkovi ham bittadan kanalizatsion qistarimizni o'rnatdik. Yani tayyor, xudo xolasa ishlaydigan holga keltirdik, ulansa bo'ldi. Bittasi mana 3 tonna 3 kameralik. Xudo xolasa mana shu ko'rinib turgan qizilga shuni ulab olib kelib ulatsa bo'lmaydi. Hali bu tomonda kelmagan bo'lardiki. Shuni olib kelib, shuni ulatsa bo'ldi, tayyor ishlaydi. Mana o'rtadagisi avariniydi, nafsiyaki. Mana demaxot, buni shu yonboshdan olib, devor varotani orqasidan chiqarib qo'yishadi. Mana ikkinchisi bu tomonda. Bu ham shu mana shu kottejda bu davomi. Mana. Bu ham tayyor. Xolasa qo'ldan chiqdi. Surxondaryo Dinovdamiz hozir biz. Surxondaryo Dinovda. Mana shuni kim qayerdan ko'rayotgan bo'lsa, shuni o'rnatgan odamlar bo'lsa, shu o'z fikrlaringizni bildiringlar. Qachon o'rnatgansiz, qayerdansiz? Shu to'g'risida ham bir kommentariyada izohlaringizni qoldirasizlar.